Qaysi viloyatdan? Samarqand viloyati. Turmushga chiqamiz. Erim bo'lsa shu yerda o'tiraman. Erim bilan yotardim dog'iz. O'zimda uyim bor. O'zimda uyimda turaman. Farzandlarim bilan. O'zimda hovlim bor. Ota-onam bilan turmayman. Nomeringizni bering, kamchiliklarni birga bitiramiz. Nomer yo'q. Endi eri yo'q degani hammaga nomerni olsenga, masenga deb bermaydi-ku. Eringiz bilan ajrashganingizga qancha vaqt bo'ldi? Yana nimalarni bilging keladi? Ko'rishaylik, men Urgutdanman deydi. Yana nima qilay? Uylaringda ishlaring yo'qmi? Qilib kelaman bor. Biron bir kaming bor, biron joy qichyaptimi yoki? Qiziq gapirasan ya, gapingga qarada. Devorga ishqala qichayotgan joyingda. Bu yerda hozir er-xotin o'ynaydigan joymi? Qichayotgan bo'lsa qashlab o'tir. Akam, gapiringlarchi. Charchab ketdim o'tirib, to'g'risini aytsam. Pidaroz ekansan lekin. Ma'murjonmas sen, Axlatjonsan. Yaxshilab bilib ol otingda. Gapiringlar, nima gaplar? Siz gapiring, biz eshitamiz deydi. Gapim tugab qoldi. Nimani gapirsam ekan? Birinchi muhabbati ismi yodingizdanmi deydi. Birinchi muhabbatimning ismi Vidushimisiz? Ha, Vidushiman. Yangi. Bu kun ochildi. Esimda yo'q. Birinchi muhabbatimda. Samarqandlimisiz? Ha, Samarqanddaman. O'tib gaplashib bo'lmaykan-ku. Kalla ishlaganda xursandman deydi. Kalla ishlaydi, boshlaydi. Assalomu alaykum, xayrli kech Durdona, yaxshimisiz? Charchaganimga ko'zim cho'ta g'ilayga o'xshab qolyaptimi? Qattasiz. $100 bersangiz aytaman. Shimpanzening qulog'i katta bo'ladi, men qulog'im kichkina-ku. Belim muzladi cho'ta. Yana nima gaplar ekan? Hozir oiz uyida yashaysizmi yo bir o'zingiz yashaysizmi? O'zimda uyim bor. O'zimda uyimda turaman. O'zimda hovlim bor. Ota-onam bilan turmayman. Cho'ta. O'zim alohida yashayman men. Farzandlarim bilan. Demak, bemalol tortilmasdan borsam bo'ladi, birga yashaymiz. Men O'zbekistondanman.